Akalar, sizlar kutgan, sizlar izlagan riksha modelimizdan yana sotuvga keldi. Bu modelimizning qolgan modellardan farqi 5 ta 45 lik akkumulyator, 1200 wattlik miya motorlar bilan jihozlangan. Tom qismlari ham temirdan ishlangan bo'ladi. Oldi faralariga o'zlarining bitta voqea yo'ksasida alohida Jimpin logotiflari bilan qo'yilgan. 3 kishgacha odam bemalol o'tirib keta oladi. O'zining alohida panejning qismlari 90 km gacha masofa hamda tezligi 50 tezligigacha bemalol chiqadi. Tablo qismlariga o'zlarining bitta voqea yo'ksasida arqa mordalari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan bo'ladi. Bundan tashqari bizda bundan ham arzonroq variantlarimiz bor. 3 qo'ldirakli elektronli skuterlarimiz. Buning narxi $1200. Bular narxi akalarim $800, $900 hamda $1000 variantlarimiz bor. Hammasini komplektda o'zining tentlari mavjud. Bemalol qolganlari akalar 50 km dan 60 km gacha bemalol masofa bosib o'ta oladi. Bularning ichida eng baquvvat tezlik xuddi shu riksha modelimiz bo'ladi ekan. Agarda sizga arzonrog'i tent salafali kerak bo'lsa, xuddi shu modelimizdan bor. Akkumulyator 32 likdan 5 ta, miya motor 1000 wattli. Tom qismlari plastmasda bo'ladi. Narxi $1000. Komplektda o'zining alohida salafallari ham mavjud. Buni yurish kilometri 60 km, yurish tezligi 30-35 tezlikgacha bemalol chiqadi. Buni ham o'zining alohida panejning qismlari bor ekan. Bemalol pastki nimalarga aloqaga chiqish mumkin. Vodiy bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud.